Yordam beringlar. Ko'zingni och. Ko'zingni och. Doktor yaxshimi holatlar? Nima bo'lyapti? Nima bo'lib qolacak? Doktor dorilarni ichib qo'yibdi-da. Ko'rib. Sizga kim bo'ladi bu bola? O'g'lim, O'zi bo'ladi. Nimadan keyin bo'ldi bu holat? meni uyga kelsam dori ichib qo'yibdi-da. Xudolar ish qo'ygan. Ichib qo'yibdi. Doktor, holat qalay, yaxshimi? Yo'q, o'rningizda 1 soatlik umri qoldi. Endi avvalo Xudo biz sababchimiz. Shuncha dori ichib qo'yibdi endi. Doktor, nima yordam ko'rsatmadi? Axir oshqozon yuksak bo'lardi-ku. Shularni ko'r. Vitaminlar-ku. Shularni ota-onalar qo'rqitmasak bolalarga bee'tibor bo'lib qolyapti.